Va nihoyat o'sha buyuk soat keldi. Millionlab qalblar intizor bo'lib kutgan Jahon chempionati start olmoqda. Bayram boshlanmoqda, birodarlar. Lekin taqdir ostonamizga ilk soniyalardanoq shunday dovulni ro'bora qildiki, undan qochib bo'lmaydi. Qarshimizda buyuk Portugaliya. Va o'sha jamoa safida futbol tarixini ostin-ustun qilib yuborgan tirik afsona, yengilmas iroda egasi Cristiano Ronaldo turibdi. U maydonga dahshatli shiddat bilan kirib kelmoqda. O'zbeklar himoyasi jumbushga kelar shu on. Ha, jumbushga keladi. Tomirlarda qon qaynaydi, yuraklar ko'krak qafasini yorib chiqqudek uradi. Ammo bu qo'rquv emas, bu vahima emas, bu g'ururni, nomusni, asriy mardlikni uyg'onishidir. Mayli qarshimizda dunyo tan olgan imperator tursin, lekin unutmasinki, bugun u maydonda o'limga ham tik boqadigan o'zbek o'g'lonlariga to'qnash keladi. Himoyamiz qalqon bo'ladi, irodamiz tosh bo'ladi. Bugun maydonda jang bo'ladi, haqiqiy jang. Kuzatamiz, tarix yoziladi.